Sergeli tumani Yuqori Darxon mahallasidagi mana bu qurilish davlat shaharsozlik tartiblariga zid ravishda hech qanday loyiha smeta hujjatlari, tasdiqlangan qurilish ruxsatnomalari va mutasaddi organlar xulosalarisiz, shu bilan birga davlat nazoratisiz amalga oshirilmoqda. Bu esa obyektning noqonuniy ekanligini anglatadi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan qurilish ishlarini to'xtatish bo'yicha mazkur obyektning egasiga bir necha marotaba yozma ko'rsatmalar berilgan, ammo noqonuniy qurilish ishlari davom ettirilgan. Noqonuniy qurilishni vaqtincha to'xtatish bo'yicha ogohlantirish xatlari yuborildi. Shunga qaramasdan bugungi kun holatiga qurilish montaj ishlari davom ettirilmoqda. So'ng inspeksiya xodimlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99-moddasining tegishli bandlariga asosan jarima choralari qo'llanildi. Shu bilan birgalikda ushbu obyektni buzdirish yuzasidan sudga da'vo arizalari kiritildi. Mazkur qurilishda ishlayotgan ishchilar esa hudud profilaktika inspektori bilan hamkorlikda obyekt hududidan chiqartirildi hamda barcha turdagi qurilish ishlari to'xtatildi. Har qanday qurilish qonuniy asosda belgilangan tartib va hujjatlar bilan olib borilishi shart. Ruxsatsiz va o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektlar qonunchilikka zid hisoblanadi va ularni bartaraf etish bo'yicha qonuniy tartibda qat'iy choralar ko'riladi.